Assalomu alaykum, hurmatli hamshaharlar va ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugungi brifingimizda Sirdaryo viloyati ekologiya atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi boshqarmasi Shirin shahar bo'limi tomonidan 2025-yil 1-chorak davomida amalga oshirilgan ishlar hamda kelgusida bajarilishi lozim bo'lgan rejalarimiz to'g'risida so'z yuritamiz. Shirin shahar bo'limi o'z ish faoliyatida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, O'zbekiston Respublikasi qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senat qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Prezident qarorlari, farmonlari, farmoyishlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Ekologiya atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi buyruqlari, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senat tomonidan tasdiqlangan nizom talablariga asosan davlat nazoratini olib boradi. Ushbu olib borilgan nazorat tadbirlari davomida Sirdaryo viloyati ekologiya atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi boshqarmasi Shirin shahar bo'limi tomonidan 2025-yil 1-chorak davomida 31 ta nazorat tadbiri amalga oshirilib, ushbu nazorat tadbirlarida 31 ta javobgar shaxslarga nisbatan 34.937.000 so'm jarima summasi qo'llanilgan bo'lib, ushbu qo'llanilgan jarimadan 16.518.000 so'mni undirib olingan hozirgi kunda. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida Sirdaryo viloyati Shirin shaharda joriy yilning bahor mavsumida 25.000 dona mevali va manzarali ko'chatlar ekilishi rejalashtirilgan bo'lib, hozirda 25.300 tup manzarali va mevali ko'chatlar ekilib, ekologiya elektron platformasiga joylashtirildi. Atmosfera havosini muhofaza qilish yo'nalishida joriy yilda shahar bo'yicha bitta sanoat korxonasida samaradorligi 99.5% bo'lgan chang gaz tozalash uskunalari o'rnatildi. Uskuna o'rnatilishi natijasida 1 tonna 600 kg tashlama, ya'ni tonnada 1 tonna 600 kg tashlama atmosfera havosiga tashlanish oldi olindi. Shaharda atrof muhitni ta'siri xavfi yuqori bo'lgan 1 va 2 toifaga mansub bitta korxona tomonidan o'z mablag'lari hisobidan joriy yilda 5000 tup daraxt ko'chatlari korxonalarning atrofida va ularni tutash hududlarida jami 30 sotik yer maydonda ko'chat ekish ishlari amalga oshirildi. Ya'ni bu yashil belbog' asosida tashkil etildi. Sanitar tozalash yo'nalishida shahar toza hududlik filiali tomonidan shahrimizda 7 ta mahalladan iborat bo'lib, ushbu 7 ta mahalla ham to'liq qamrab olingan, xizmat ko'rsatilmoqda. Hozirgi kunda toza hududlik balansida jami 4 ta maxsus texnikalar mavjud bo'lib, shundan 3 donasi maxsus chiqindi tashuvchi mashinalar aholiga xizmat ko'rsatmoqda. Kelgusida qilishimiz kerak bo'lgan ishlar yuzasidan to'xtalib o'taman. Ya'ni yashil makon umumiy loyihasi doirasida 2025-yil kuz mavsumida yana 25.000 tup ko'chat, mevali va manzarali ko'chatlar ekilishi rejalashtirilmoqda. Bundan tashqari ochiq byudjet portali orqali Mening bog'im loyihasi doirasida bir dona yashil bog' yoki yashil jamoat parklarini tashkil etamiz. Bo'sh turgan yer maydonlari xatlovdan o'tkazilib, portalga joylashtiriladi. Ochiq byudjet portaliga joylashtirilgan bo'sh turgan yer maydonlari fuqarolar orasida ovoz berish jarayonlari orqali saralash bosqichidan o'tkaziladi. Chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish yo'nalishida Shirin shaharda mavjud chiqindi to'plash poligonlarini ta'mirlash va rekonstruksiya ishlarini amalga oshiramiz. Chiqindi yig'ish maydonchalariga kuzatuv kameralari o'rnatamiz. Kuzatuv kameralarini chiqindi yig'ish maydonchalaridan tashqari noqonuniy chiqindi to'planishi mumkin bo'lgan joylarga ham o'rnatilish rejalashtirmoqdamiz. Atmosfera havosini muhofaza qilish yo'nalishida atrof muhitga ta'siri yuqori bo'lgan bitta sanoat korxonasida mavjud chang gaz tozalash uskunalari va lokal oqova suv tozalash uskunalari va inshootlarni modernizatsiya qilish rejalashtirilmoqda.